Paytida rosa mashhur bo'lgan offlayn darslarda qimmatga o'rgatilgan o'sha somsani tekinga o'rgatib qo'yaman. Diqqat bilan kuzating va saqlab oling. Idishimizga barcha masalliqlarni ketma-ketlikda solamiz. Iliq suv, dro'ja, tuz, tuxum, o'simlik yog'i barchasini solib aralashtiramiz. Elangan un solib o'rtacha xamir qoramiz. To'rt bo'lakka bo'lib nachinka tayyor bo'lguncha tindirib qo'yamiz. Mayda to'g'ralgan piyoz, go'sht va tuzni solib aralashtiramiz. Tingan zuvalani hammasini birinma-ketin mantiga yoygandek yoyib olamiz. Eng sevimli margarinim Masilka firmasining sariyog' ta'mli margarinini eritib olamiz. Xamirni har bir qavatiga margarinni surib chiqamiz. Oxirida ajralib qolgan suvini surmang. Xuddi videoda ko'rsatilgandek o'rab olamiz. Xamirni xolodilnikka qo'yish umuman shart emas. O'raganingizdan keyin kesib olasiz. Manga o'xshab erinib kattaroq kessangiz 1 list chiqadi. Erinmasdan kichikroq kessangiz sal kam 2 list chiqadi. Yoyilishi va tugilishiga yaxshilab ahamiyat bering. Umuman jo'va ishlatmaysiz. Qo'lingiz yordamida yoyib, nachinkasini solib, yaxshilab tugib olasiz. Iloji boricha 2 xil ko'rinishda dumaloq va tomchi shaklida tugishni ko'rsatdim. Tayyor do'mboqni somsalarni pergament solingan listga joylab, xohishga ko'ra ustidan kunjut sepib duxovkaga joylaymiz. 210 darajada xuddi shunaqa tillarang bo'lguncha pishirib oldim. Shunaqangi chiroyli do'mboqni somsa bo'ladi. Albatta saqlab oling va sahifamga obuna bo'ling.